Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Menga mana kommentariyada apa shu azot bergan fikus gulingizni ko'rsatingchi, turibdimi? Bizanki qo'ygandan keyin nima bo'lib sarg'ayib o'lib qoldi deyishdi. Mana fikus gulim mana turibdi. Hech nima bo'lgani yo'q. Barglari sarg'aymadi ham. Tegida mana shunda azot qo'ygan bo'yicha tegini nami bilan turibdi. Men bunga har kun mana aytdim-ku, azonda 50 kechqurun azon kechki salqin. Mana hozir endi kechki salqin. Mana shunaqa qilib men barglarini yuvib qo'yaman. Mana bu juda ham yaxshi turibdi. Ko'rishinglar mumkin. O'lib qolmadi fikus gulim. Shaxlab juda ham yaxshi bo'lib turibdi mana. Qolgan boshqa gullarga ham sevib qo'yveraman mana. Kechki payt quyoshning nuri tushmaydi. Barglari agar quyoshning nuri tushganda sepsanglar, bargini sarg'aytirib suv turgan joyi kuydirib qo'yadi. Bunda mana kuymaydi. Mana bonsaylarim ham mana yam-yashil yaxshi turibdi mana. Hamma gullarga mana shunday qilib sevib qo'yaman men. Mana video obzor. Men sizlarga video qilib beraman degandim. Mana video obzor. Sizlar ham bemalol qo'rqmasdan sal kamroq severinglar endi qo'rqayotgan bo'lsanglar. Men atak har doim o'zim shu ko'rsatgandek salaman. Mana rezultati juda ham yaxshi. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Yaxshi kayfiyat bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Mana bugun vilya gullarimni barglariga ham sevib qo'yaman, bariga. Azongacha juda ham chiroyli bo'lib turadi, yana ham bodri bo'lib